Sahaba, 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 sahaba. Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Tuvanda Islom chakarlar guruhi tarafidan tarjima qilingan Payg'ambar alayhisalomning sahobalari nomli kitobni o'qishni boshlaymiz. Payg'ambar alayhisalomning sahobalari: Mahmud Misri, Abu Ammar, Doktor Zeki Muhammad Abu Sar'ining kirish so'zi. Jimi hamdu sanolar olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Durud va salom Allohning ulug' payg'ambariga va uning oila tavobatlariga, sahobalariga va qiyomat kunigacha ularga ergashganlarga bo'lsin. Maqsadga kelsak, ulug' hikmatlik Alloh Muhammad sallallohu alayhi va sallamni insonlarga va jinlarga rahmat qilib avatdi. Alloh taolo mundaq deydi: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Seni biz bütün ahli jahon uchun faqat rahmat qilib avatdik. Sura Anbiya 107-oyat. Buni, yani rahmat ekanligini faqat aql ishiltish ne'matidan nasibi berilgan kishi, islom kelishdan burungi jahiliyat yashayotgan kishilarning ahvolidan xabardor bo'lgan har bir kishi his qila oladi. Ular quloq anglagan har bir xato ishlardan to'liq nasibini olgan edi. Agar Allohning keng qo'rsoqligi va apuchanligi bo'lmagan bo'lsa edi, maxluqotlar uchirgan zulm va qorong'ulikning qo'rqinchidan tog'lar vayron bo'lgan, osmonlar zamin ustiga tushib ketgan bo'ladi. Jahiliyat davridagi qorong'uliklar sababli hatto ko'zi ko'rdigan kishi qo'lini chiqarsa, ko'ralmagani tas qoladi. Alloh nur ato qilmasa, mayli kimni bo'lsin, nurni ko'rolmaydi. Bizning bu dunyo butunlay yo'q bo'lishga hukm qilinib bo'lgandir. Kunlar aylanib turdi. Kech qancha uzun bo'lsa-mo, hamon o'tib ketadi. Zulm qancha ko'p bo'lsa-mo, hamon oxirlashadi. Kullu man alayha fan va yabqa wajhu robbika zul jalali val ikram. Zaminning ustidagi hamma yo'qoladi. Azmatlik va karamlik Parvardigoringning zoti mangu qoladi. Sura Rahman 56-57-oyatlar. Kecha va kunduzning almishi ajoyibotlarni ilib keldi. Ularni baloy ofatlar qo'rshab turdi. Ya'ni Isroil ichida bir mazgil balki nurg'un asrlar payg'ambarlik va elchiliklar davomlashgan bo'lsa-mo, ular dinning adablari va vahiyning ko'rsatmalariga rioya qilmadi. Allohning so'zlarini o'zgartdi va dinning chaqiriqlaridan yuz o'rdi. Shuning bilan ularning quyoshining nuri o'chdi, tutildi va ularning oxirgi natijasi ziyon tortish bo'ldi. Agar biz ularning ahvoli, ish izlari va qabristonliklari haqidagi tarixlarni o'qiydigan bo'lsak, bir so'zligichining adil hukmdor Allohning bu oyatini o'qiganligini anglaymiz. Fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi zalika laayatan liqaumin ya'lamun. Ular zulm qilganliklari uchun ana ularning uylari odamzotdan xoli bo'lib qoldi. Allohning qudratini bildigan qavm uchun buningda cho'ng ibrat bor. Sura Naml 52-oyat. Ana shu koinotdagi o'zgarmas dalillardir. Zulm va zolimlar vayron bo'ladi va halok bo'ladi. Adolat va odillar g'alaba qiladi va nijot topadi. Sunnatallohi fil ladina khalaw min qabl va lan tajida li sunnatillahi tabdila. Bu Allohning o'tganki ummatlarga tutgan yo'lidir. Allohning tutgan yo'lida hech qanday o'zgarish topolmaysan. Sura Ahzab 62-oyat. Ko'zi ochiq kishilar uchun zulmat o'z qo'shinlarini ilib ketdi. Tong yoridi. Islom nuri yangidan chaqnadi va botil dinlar uchun qaytadan maydon yoki mavjudlik hosil bo'lmadi. Payg'ambarlarning oxirgisi to'g'ri, oson din bilan avatildi. Uningga eng afzal rahmatlar va salomlar bo'lsin. O tarix yo'nalishini va koinotning yuzlanishini nafratlanarli qorong'u butparastlikdan koinotni yoritish, qo'rshash va o'rinlashtirish qatorliq ishlarni bajarguchining bir ekanligini so'zlaydigan nurliq tavhidga buyurdi. Tilsimat va bir-biriga zid bo'lgan ilohiyat shunosligiga ishonmaydigan sog'lom aqlliq, normal tabiatli kishiga nisbatan u haqiqatan to'g'ri dindir. Sog'lom tabiatli kishi kechsi kunduzdek yo'riq bo'lgan, uningdan faqat halok bo'lgan kishilar tiyib ketadigan oppoq yo'l ustida mangadi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam
Dastlabda ozg'in kishilar bilan billa mash'alni ko'tardi. Uzoq o'tmay ular kundan kuniga ko'paydi. Qalbi bu dinga ichilgandan keyin ulardan hech kim dinni yomon ko'rib keyniga yonmadi, ya'ni murtad bo'lmadi. Vallazi arsala rasulahu bil huda va dinil haqq liyuzhirahu alad-din kullih va kafa billahi shahida. Allah haq dinni butun dinlardan ustun qilish uchun payg'ambarni hidoyat bilan avatdi. Ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallamning Allohning payg'ambar ekanligiga guvohlik berishga Allah yetarlikdir. Sura Fatih 28-oyat. Nur va tavhid karmini yaratish, buyruq qilish, foyda yetkazish va ziyon yetkazish uning ilkida bo'lgan zot Allohni rozi qilishdan boshqa hech narsaga qarmasdan ilgirladi. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Allah rahmetiga kishilarga ochgan narsani hargizmi to'sib qoladigan bo'lmaydi. Allah rahmetidan to'sgan narsani Allah to'sgandan keyin uni hech qo'yib bergichi bo'lmaydi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. Sura Fatir 2-oyat. Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan uning sahobalari ilgirildi. Vaholanki iymon hayotning hamma yo'llarini to'ldirgan, iymonning halovati ularning qalblariga aralashib ketgan, ularning qalblari iymon uchun ichilgan va iymonning muhabbatini o'z muhabbati va mavjudiyatidan ustun bilgan edi. Hattoki Abu Sufyan kofir vaqtidami men hech kimni Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sahobalari Muhammad sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rganligini ko'rmadim degan edi. Allah eng buyukdir. Ana shular iymon bilan obod bo'lgan qalblar, oliy firdavs va ne'matli jannatlar o'rinlashgan yiroq ufuqqa qaraydigan ko'zlar edi. Garchi aqlning o'lchimida bir-biriga zid bo'lgan ikki narsaning birlashishi mumkin bo'lmaydigan ish bo'lsa-mo, shariatning o'lchimida mumkindir. Alloh taolo sahobalarning qalbini o'zaro nihoyat mehribon, din dushmanlariga intayin qattiq qilgan edi. Alloh azza va jalla mundaq deydi: Muhammadur Rasululloh والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Muhammad Allah'ның rasuludur. Onun bilan billi bo'lgan müminler kuffarlarga qattiqdir. Öz ara kuyumchandir. Sura Fatih 29-oyat. لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Allahqa va oxirat kuniga ishonadigan bir qavmning Allah bilan va uning payg'ambari bilan qarshilashganlarni ularning otillari, o'g'illari yo qarindoshlari yo urug' tuqqanlari bo'lgan taqdirdimi do'st tutganligini ko'rmaysan. Ana shularning dillarida Allah iymonni mahkam qildi va o'z dargohidan bo'lgan ruh bilan ularni kuchaytirdi. Allah ularni ostidan o'stanlar yiqib turadigan jannatlarga kirgizdi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Allah ulardan rozi bo'ladi. Allohdan ularmu mamnun bo'ladi. Ana shular Allohning qo'shunidir. Bilinglarki, Allohning qo'shuni maqsadga erishguchilar. Sura Mujadala 22-oyat. Ular haq va jihad bayrog'ini ko'tarib, mashriq va mag'riblarga bordi. Kisra va qaysarlarning taxtlarini pochaqlab tashildi. Ularning qalbi yuksaklikda, azizlikda va haqda qattiq bo'lishda taqqa o'xshaydi. Ular kunduz jihad qilib ro'z tutatdi. Kechasi Allohning kitobini tilovat qilib qiyomda turatdi. Allohning belgilamalariga va adablariga nihoyat amal qilatdi. Shuning uchun Alloh ular bilan o'z dinini g'olib qildi. Ular bilan bayrog'ini yuqori ko'tardi va ular bilan o'z so'zi la ilaha illallohni oliy qildi. Shonliq islomiy fatihlar, tantanalik xutbalar yoki ovozliq lentalar yoki Allohning bu fatihchilarga bergan kepillik haqida rol ilish, ya'ni ularning tarixini kino qilib ishlash bilan emas, balki Allah haqida malomatchining malomatidan qo'rqmagan holda shariatga amal qilishi bilan qo'lga kelgan.
Mana bugun ummat do'stini xushal qilmaydigan, dushmanni g'amkin qilmaydigan holatga kelib qolgandan keyin ilgari o'tgan kufr millatlarini urkitaligidek amalga silishtirg'il bo'lmaydigan zapas so'zlarni qilib qoldi. Salohiddin rahimahullohning rolini ilayotgan kishilarning ko'pinchisining g'oyasi bo'lsa, yuz berayotgan ishlarga bo'lgan umidsizlik va g'amkinlikni ifodalash, zulmni va tajovuzchilarni ayblashdan iborat. Shuning bilan ularning jur'ati oshudida tajovuzchilikning oqibatini dushmanlar tarafga buraydi. Dushmanlar musulmonlarning oliy janobligi va botirligining yo'qolganligini bilib, musulmonlarni masxir qilib tillarini chiqarishdi va ularni bo'ysundirishda texmi ishkirlab, ularni har tarafdan qistab keldi. Pat-pat kichik davlatlar qanot sungan ummat xaritasidan g'oyib bo'ldi. Ummatning tamiqi va ichimligi azalmasdan ko'payib bordi. Ig'izlar kulki bilan, qapoqlar uyqu bilan to'ldi. Shoirning bu so'zi bizda amaliyotga aylandi. Tirikni chaqirsang anglatar edim, lekin sen chaqirgan emasdir hayot. Yana bir shoir mundaq degan edi. Xorlarga osondir xor bo'lib yashash, o'likni jarohat og'ritmas faqat. Kim bizga Faruq yoki Said yoki Abu Ubayda yoki Xolid yoki Mu'tasim yoki Salohiddin bo'la oladi. Bu ummat cho'nqur jilg'iga tushib ketgandan keyin ummatning birligini qaytarib kelish uchun kim bizga shulardek bo'la oladi? Bizning oldimizda turgan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobalari nomli bu kitob bizni ana shu yo'lboshchilar va ashoblarning yo'liga qaytarib keladi-ki, ular o'limni va shahidlikni nurg'un kishilarning rohat, farog'at va xor hayotini yaxshi ko'rganidan bakrak yaxshi ko'radi. Ularning hayoti pok, nurliq hayot. Chunki ularning har biri buyruqlarning hammasini o'rindab, cheklamalarning hammasidan yenib, xo'jayinlarning xo'jayini Allah azza va jalladan nihoyat qo'rqqan holda yer yuzida mengib yuradigan islom edi. Ular Alloh taolaning roziligini izlab maxfiy amal qiladi. Qilmagan ishlar bilan maqtalishni yaxshi ko'rmaydi. Shunga ular Allohning nijot topgan qo'shuniga aylangan edi. Ular bilan ulardek amal qilayotganligini da'vo qilayotgan kishilarning orasini silishtirish mumkin emas. Chunki ular hukar yultuzining yenidagi kishilar. Ulardan boshqalar bo'lsa, oyoqlar ostida dasilib yuradigan tuproq ostidagi kishilardir. Bu kitobning avtori mening ta'riflashimdan behojatdir. U yosh ustoz Muhammad Misri, ya'ni Abu Ammar musulmonlar uchun yaxshidan yomonini ayirish jihatda jafokash tadqiqotchidir. Bu uning ummatimizning mirosidan xato bo'lganlarga har xil ilmiy so'rinlarda qarish turganligida oshkor bo'ladi. Biz mangu tirik, hammani idora qilguvchi, ulug'liq va hurmat egasi bo'lgan Allah azza va jalladan uningga har ishki dunyoda katta mukofot berishini, xuddi bu kitobning asli bilan manfaat bergandek, bu kitob bilan mo manfaat berishini va bizni ilgirki yaxshilarimiz bilan eng yaxshi holatda birga qilishini tilaymiz. Duoyimizning oxiri shuki, butkul madihiyalar olamlarning parvardigori bo'lgan Allohga xosdir. Allah ügetkichilarning va tarbiyachi qo'mondonlarning yo'lboshchisiga, oila tavobatlariga va sahobalarga rahmat, salomatchilik ato qilsin. Qudratlik egasining apusiga muhtoj banda. Zaki Muhammad Abu Sar'i. Hijriya 1420-yili Sha'bonning 11-kuni. Milodiya 1999-yili 19-noyabr. Bugungi anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Allohga omonat. Ulug' maqsad g'oyalar ular uchun xitobdir. Halolni ko'zlaydi avangard ulga ular.